Assalomu alaykum. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatib borayotgan obunachi do'stlarimiz, bugungi chislo 2025-yil 1-iyun sanasiga ko'rib turganlaring donat shoftolisi. Bu shoftoli mana shoxiga qarang, mana bahordan beri surgan shoxi. Bu 1 yillik ko'chat, bu 1 yillik. Mana bashmaldog'imning orqasida ko'rinmay qolyapti. 1 yillik ko'chati. Mana bahordan beri surgan shox. Eski shox yo'q, mana ko'rsalar, hammasi bahorda surgan shoxlar. Do'stlar, donat shoftolisi o'zini o'zi changlatadi. Mevasi juda ham sel hosil hisoblanadi. Bu 1 yillik bo'lgani uchun kalibri maydaroq. Keyingi videolarda voyaga yetgan kalibr yiriklarni ham qo'yamiz do'stlar. Donat shoftollarga like bosamiz do'stlar. Bu yil xudo xolasa ob-havo yaxshi kelganligi sababli yorilish umuman kuzatilmadi mana. Mana yorilish umuman kuzatilgan yo'q. Juda ham shirin shoftoli. Buni kuzgi mavsum uchun ko'chatlarga yetishtirib qo'yganmiz. Zakaz qilish uchun 94 139 3339 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar. Bu shoftolini Buxoro, Surxondaryo, Qashqadaryolarga ekishni maslahat beraman. Sabab u tomonlar bizga nisbatan 15 kun, 10 kun doim aytilyapti. Erta hisoblanadi. Shuning uchun bularni erta joylarga ekilsa juda qimmat vaqtida chiqadi. Hozirgi kundagi sotuvdagi dehqondagi narxi 50 ming so'm bo'lyapti. Dehqondan 50 ming so'm sotib olinyapti. Mevalarga like bosamiz, donatlarga обязательно like bosaylik. Eng asosiysi hozirgi kunda mevachilik sanoatida qizil rangli mevalarni bozorlarda o'rni juda baland bo'lyapti. Bu juda ham qizil, bu qip-qizil bo'lib ketadi. Bu hozir eksport qilsa bo'ladigan vaqtga keldi, chunki hali yumshashiga jicha bor. Bu shoftolining afzallik tomonlari pishib yetilishiga o'zimizning eski anjir shoftollarga o'xshab yetilishiga to'kilib ketmaydi. 20 kun daraxtingizda bemalol Big Ben shoftoliga o'xshab kutib turaladi. Shunaqa afzallik tomonlari bor. Shu sababdan buni keng maydonlarga, bog'lardan tashkil qilishlaringizni maslahat beraman. Kuzatishda davom etasizlar do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Donat shoftoli yegani ham kelaverasizlar do'stlar.